Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugungi bozorni qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda kunlik time framedan boshlaymiz. Ko'rib turishingiz mumkin, ya'ni hozircha selga tasdiq yo'q. Ya'ni bu qizil bo'lib yopildi, lekin baribir bugungi sham, ya'ni yashil bo'lib yopildi. Ya'ni hozircha selga tasdiq yo'q. Endi bu tomon yoki ya'ni support va resistance zonalarini bir tomoni shu holatda bo'lsa yoki bu holatda bo'lsa, o'sha tomonga ko'rishimiz mumkin bo'ladi harakatni. 4 soatli time frame'ga o'tamiz. 4 soatli time frame'da nima bo'lyapti? 4 soatli time frame'da hozircha mana trend liniya hosil qilib bayga harakat qilyapti. Ya'ni bir marta, ikki marta yana hozircha trend bayda 4 soatli time frame'da ham ya'ni uzoq selga yoki uzoq muddat selga yoki o'rta muddat selga ham tasdiq yo'q. 1 soatli time frame'ga o'tamiz. 1 soatli time frame'da bu bozor range hosil qildi. 1 soatli time frame o'zida, ya'ni mana bu yerda support zona, SND va support. Ya'ni bu yerda oldingi safar range hosil qilgan zona bor edi. Support qilib olamiz buni. Va tepada resistance zona hosil qildi. Mana shu joyda hozircha bozor harakat qilmoqda. Bir tomoni buzsa, o'sha tomonga harakat ko'ramiz. Yoki pastga bo'lsa, pastga harakat ko'ramiz, qatgacha deydiganlar uchun. Keyingi 1 soatli time frame'da keladigan zona mana bu yer. Ya'ni bu yoqni buzsa tepaga harakat bo'ladi yoki pastni buzsa pastdagi support zonagacha harakat ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchi ko'radigan ssenariyimiz agar tepani buzib qo'ysa, dalshi bandgacha buy. Pastni buzib qo'ysa mabodo retest, dalshi bu yoqqacha sell ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha bizda deydilar shunaqa. Yana bozorda qanaqadir o'zgarish va yangilik bo'lsa, sizlar bilan bo'lishib boramiz. Hammaga rahmat, charchamanglar.